Ijtimoiy tarmoqda Real Sanjik taxallusi bilan tanilgan Sanjar Karimov atrofidagi mojaro yangi bosqichga ko'tarildi. O'zini juda boy inson sifatida ko'rsatuvchi va hashamatli hayotini ko'z-ko'z qilishni yaxshi ko'radigan Karimovga nisbatan jiddiy ayblovlar qo'yilib, qamoqqa olindi. Ayrimlar hibsni toshkentlik bir qizning oilasidan uyi olib qo'yilishi voqeasi bilan bog'lashyapti. Xo'sh, Real Sanjik kim? Nima ish bilan shug'ullangan va nega qamoqqa olindi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Xalq orasida Real Sanjik nomi bilan tanilgan tadbirkorning asl ismi Sanjar Karimov. U 1990-yilda Namangan viloyatida tug'ilgan. Intervyulardan birida yoshligida professional karate bilan shug'ullangani, hatto O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi tarkibiga ham jalb qilingani haqida aytib o'tgan. Talabalik yillarida bir muddat AQShda yashagan. Uning omma e'tiboriga tushishi bo'lajak turmush o'rtog'iga Bunyodkor stadionida bahosi taxminan $300,000 turadigan Bentley Continental avtomobilini sovg'a qilishidan boshlanadi. O'sha voqeadan so'ng uning shaxsi bilan qiziquvchilar ko'payadi. ...2024-yilda bloger Jahongir Latipovga bergan intervyusida Real Sanjik $4 million villa va 35 ta mashinadan iborat avtoparki borligini aytgan. Shov-shuvli suhbat davomida 35 yoshli Karimov asosan avtomobillari, qimmatbaho soatlar, ko'chmas mulk ta'miri, hashamatli hayot tarzi va shunga o'xshash narsalar haqida gapirgan. Soatlarni ko'ryapman, bu kim soatlari mana? Bu shu yerda, shu uydagi kolleksiyamiz soatlari. Bu uydagi kolleksiya, boshqa uyda boshqa kolleksiya. Boshqa uyda boshqa ozgina soat kolleksiyalarimiz bor. Ko'rsak bo'ladimi? Albatta, bemalol ochib ko'ravering. Qani, bismillah. Opa. No, bu uy uchun seryozni kolleksiya bo'lyapti. Travel bagimiz chet elga agar. Ha, chet elga chiqsam ham bundoq chiqqanda buni chamadonga solib olaman. Kelinglar. Soatlar bilan tanishtirsangiz. Breitling ko'ryapman. Brige, Patek Philippe, Rolex, Omega, Rolex, Cartier, Rolex. Shunaqa. O'sha ko'rsatuvda boylik va hashamatga yo'g'rilgan hayot tarzini ko'z-ko'z qilarkan, hikoyamiz qahramoni aynan nima ish qilishi va asosiy daromadi qayerdan kelishi haqida aniq ma'lumot bermagan. Ochiq manbalarga ko'ra, Karimov Sanjar Bahrom o'g'li O'zbekistonda tashkil etilgan bir qancha korxona va tashkilotlarning ta'sischisi va rahbari hisoblanadi. Xususan, u g'alla, urug'lar va hayvonlar uchun ozuqalarning ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi Agro Export Group Incorporation MChJda 99.9%, Agro Martis MChJda 100%, yog'och, qurilish materiallari va sanitariya texnik uskunalar ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi Property Clouds MChJda 50% ulushga egalik qiladi. Bundan tashqari Karimov Agro Export Group orqali Trade and Production International da 24%, Petro Group Energy'da 52.5%, shuningdek Agro Export Group va Agro Martis MChJlar orqali O'zbekiston urug'chilar assotsiatsiyasida 33.3% ulushni nazorat qilib keladi. Tadbirkor asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun ozuqalar, qurilish mahsulotlari hamda yoqilg'i ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarda ta'sischi yoki ulushdor sifatida keltirilgan. Shu yilning oktyabr oyida Toshkentda yashovchi Jamila Olimboyeva o'zi va oilasi firibgarlik qurboni bo'lganini ma'lum qilib, ijtimoiy tarmoqlarda video murojaat qoldirdi. Qizning so'zlariga ko'ra, yigiti Shahzod Rismatov qariyb 70 yoshga kirgan ota-onasini uyni 12 kunga vaqtincha garovga qo'yishga ko'ndirgan. Shundan so'ng turar joy oldi-sotdi sifatida rasmiylashtirilib, Sanjar Karimov nomiga o'tkaziladi. Oradan ko'p o'tmay Shahzod Rismatov yo'qolib qolgan. Keyinchalik uning qochib ketgani ma'lum bo'ladi.
Olimboyevaning ushbu da'vosidan so'ng Sanjar Karimov uyni egalaridan 240 ming dollar naqd to'lov evaziga sotib olganini aytib chiqdi. Rismatovga nisbatan firibgarlikning bir nechta epizodlari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi va qochoq kuyov 21 noyabr kuni 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Nizoli uy masalasi fuqarolik ish yurituv tartibida hal etilishi belgilandi. Gazeta o'zining yozishicha, jabrlanuvchi Aliboyevlar oilasi advokatlari ish doirasida Sanjar Karimovning harakatlariga ham huquqiy baho berishni talab qiladi. Sudya iltimosnomani qanoatlantirib, prokurorni xabardor qilishga qaror qilgan. Sud hukmidan keyin Jamila Olimboyeva barcha bosimlarga qaramay uni qo'llab-quvvatlagani va adolat uchun kurashganiga Diyora Usmonovaga minnatdorchilik bildirib post joyladi. Shahzod Rismatovning qamalishidan bir necha kun o'tgach, jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining 28 noyabrdagi ajrimi bilan Sanjar Karimovga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llandi. U o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish hamda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazishga suiqasd qilishda gumonlanyapti. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosarining Jinoyat kodeksining 112 moddasi birinchi qismi va 25-273 moddasi ikkinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanuvchi va Jinoyat protsessual kodeksining 227 moddasi tartibida ushlangan Sanjar Karimovga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi iltimosnomasi taqdim etilgan hujjatlar bilan ko'rib chiqildi. Sudning 2025-yil 28 noyabrdagi ajrimi bilan Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosarining iltimosnomasi qanoatlantirilib, ayblanuvchi Karimovga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanib, qamoqqa olinishi va tergov hibsxonasiga joylashtirilishi belgilandi, deyiladi Oliy sud matbuot xizmatining xabarida.